Agar Qur'oni Karimda e'tibor bersangiz, mana hozir siz Fotiha surasining boshidagi oyatlarni ko'rib turibsiz. Yaxshilab qarasak, mana barcha oyatlarning oxiri ma'lum bir tovush bilan, unli tovush bilan tugagan. Misol uchun Bismillahirrohmanirrohim deb m'dan so'ng mana kasra i tovushi bor. Yoki mana birinchi oyatning oxirida esa Robbil alamina deb a bilan tugagan. Xuddi shunday mana pastdagi oyatlarda ham turli belgilar tugagan. Lekin biz mana shu oyatlarning orasida vaqf qilganimiz uchun bu yerda barcha belgilarni sukunga aylantirib o'qiymiz. Shuning uchun ham agar qiroatlarda mana o'zingiz ham yodlagan bo'lsangiz, alhamdulillahi robbil alamin deb sukun qilamiz. Yoki mana keyingi oyatda ar-rohmanir rohim deb sukun qilamiz. Keling mana ba'zi bir misollarni ko'raylik birgalikda. Yuqoridan boshlab o'ngdan chapga qarab o'qiymiz. Va qawmuhuma lana abidun va ma baynahuma la'ibin. ذلك الفوز العظيم كذلك نجزي المحسنين والقمر بحسبان ووضع الميزان ألم يأتكم نذير ماكثين فيه أبدا. Endi bir narsaga e'tibor bering. Yuqoridagi vaqf qoidasi barcha harflar uchun o'rinli, faqatgina ta marbuta harfi bundan mustasno. Ya'ni ta marbuta harfi har qanday harakatlanib kelishidan qat'iy nazar, demak, sukunli ta marbutoga aylanadi. Sukunli ta marbuta esa o'z navbatida, ya'ni sukunli ha harfini beradi. Demak, biz avvalroq aytgan edik, biz hozircha ta marbuta harfini, ya'ni t tovushi bilan talaffuz qilamiz degan edik. Sababi bu shu paytgacha ta marbuta harfi sukunsiz kelayotgan edi. Demak, qachonki sukun bilan kelsa, endi bu harf, ya'ni ha harfini beradi. Mana hozir siz bir misol ko'rib turibsiz. Misol uchun mana Qoriya surasining boshidagi ikkita oyat mana al-Qoriya, mal-Qoriya deb o'qiladi. Oyatning oxirida e'tibor bering, mana ta marbuti turibdi ikkala oyatning ham oxirida. Agar mana shu yerda birinchi oyatning oxirida to'xtamasdan, ya'ni vasl qilib o'qilganda edi, al-Qoriya tumal Qoriya deb o'qilgan bo'lar edi. Lekin biz hozir bu yerda vaqf qilganimiz uchun al-Qoriya mal-Qoriya deb h tovushi bilan tugatamiz. Keling mana birgalikda ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Tasla naron hamiya tusqa min aynin aniya lisa'yiha radiya la tasma'u fiha laghiya. Mana endi keyingi qoidaga o'tamiz. Mat deb ataladi bu qoida. Biz avvalroq mat qoidasi bilan tanishgan edik. Demak, mat deb ma'lum bir unli tovushlarni ma'lum bir miqdorda cho'zib turishga aytiladi. Biz avvalda a, i, u tovushlarini 2 harakat miqdorida cho'zishni o'rgangan edik. Bugun mana shu tovushlarni 5 harakat miqdorida cho'zishni o'rganamiz. Demak, qoida xuddi avvalgidek. Ya'ni mat qoidasida bu yerda o'zgarish yo'q, faqatgina ana shu mat qilinadigan joylarda ustida mana shu belgi kelganda 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Yagona farqi shunda. Ya'ni misol uchun biz avval aytgan edik, fathadan so'ng sukunli alif kelsa, a tovushi 2 harakat miqdorida cho'ziladi, ya'ni a deb. Lekin mana shu yerda mana hozir ko'rib turgan belgi kelsa, u yerda endi 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Xuddi shu kabi kasradan so'ng sukunli ya kelsa, aslida 2 harakat miqdorida cho'ziladi, lekin ushbu belgi bilan kelganda 5 harakat miqdorida cho'ziladi. Domma ham xuddi shu kabi. Mana hozir pastdagi misolni ko'ramiz. Mana o'ng tarafda la a'budu deb birinchi boshda turgan la, ya'ni 5 harakat miqdorida cho'zib o'qiladi a tovushi. Shuningdek mana chap tarafda ulaika deb o'qiymiz bu so'zni. Endi ushbu so'zda, ya'ni ulaika so'zida bir narsaga e'tibor qarating. Bu yerda mana asli so'z boshida ham dommadan so'ng sukunli va turibdi va bu yerda aslida biz cho'zib u deb o'qishimiz kerak edi. Lekin bu so'zda bu harf, ya'ni u tovushi o'qilmaydi. Ya'ni bu yerda u deb cho'zmasdan, mat qilinmasdan o'qiladi. Avval aytganimiz kabi ba'zi bir mushaflarda bu narsa ko'rsatiladi, ba'zi bir mushaflarda ko'rsatilmaydi. Misol uchun mana Usmoniy yozuvli mushaflarda mana ustida mana dumaloq sukunga o'xshagan belgi turibdi. Mana shu yerda bu tovush o'qilmasligini anglatadi. Ya'ni bu yerda ulaika deb o'qiladi va esa o'qilmasdan tashlab ketiladi. Keling mana
Ushbu qoidaga ba'zi bir misollarni ko'ramiz. O'ng tarafdan boshlab yuqoridan pastga o'qiymiz. La a'budu ma ta'budun. Ulaika humul muflihun. Min awliya. أولئك هم الكفرة الفجرة لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Mana bugun o'tadigan oxirgi qoidamiz. Demak, tashdid va g'unna deb ataladi. Demak, tashdidni mana hozir ko'rib turgan belgingiz tashdid deb ataladi. Tashdid harakati harfning ustida kelsa, o'sha harf ikkilantirib o'qiladi. Ya'ni xuddi o'zimizdagi o'zbek yozuvimizda misol uchun biror harf, undosh harf 2 marta yozilsa, arab tilida mana shu belgi harfning ustiga qo'yilishi bilan mana shu harf 2 marta o'qilishini anglatadi. Keling, mana hozir pastdagi misollarni ko'ramiz. O'ngdan chapga o'qiymiz. Kabbara, yukabbiru, rattala, yurattilu, assara, yuassiru, ajjala, yuajjilu. Demak, mana shunday o'qiymiz. Endi mim va hamda nun harflari mana shunday tashdid bilan kelganida g'unna qilinadi. G'unna deb nimaga aytiladi? G'unna deb dimoq bilan o'qish. Ya'ni dimoq bilan o'qiganda havo burnimizdan chiqadi. Demak, mana hozir o'ng tarafda inna, i hamda ikkita nun harflarini ko'rib turibsiz. Demak, mana shu yerda tashdid qilib o'qilganda inna deb havo burnimizdan chiqib, biroz g'unna bilan, ya'ni dimoq bilan o'qiladi. Hamda bu yerda aytib bering, mana shu faqatgina mim hamda nun harflari bir oz, ya'ni bir harakat miqdorida ushlab turiladi. Bu faqatgina mana shu ikkita harfga tegishli. Biz keyinroq yana g'unna, boshqa harflarda ham g'unna bo'ladi, ularni ko'ramiz, lekin aynan tashdid bilan kelganda faqatgina mana shu ikkita harf g'unna bilan o'qiladi. Qolgan harflar g'unna qilinmaydi. Demak, mana shu yerda inna deb biroz ushlab turib o'qiladi. Keling, mana misollarni ko'ramiz. Yuqoridan boshlab o'qiymiz. Ana, anna, ama, amma, innahu, innaha, ummuhu, ummuha, innahum kanu mujrimin, wa inna ilayhi raji'un. ثم أدبر يسعى فإن الجحيم هي المأوى. Demak, yana bir marta eslatib o'tamiz. Demak, nun hamda mim harflari tashdid bilan kelganida g'unna qilinadi, hamda biroz, ya'ni bir harakat miqdorida ushlab turib o'qiladi, ya'ni inna deb. Bugungi darsimizga mana shu yerda yakun yasaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va